Keling, men sizga hozir lokatsiyamizni tushuntirib o'taman. Lokatsiyamiz bo'lyapti bu yerda Prezidentskiy dacha, bu yerda Machir namozgoh ko'chasida 100 metr kirganimizda hovlimiz sotuvga chiqyapti. Qani ketdik, obzorni birgalikda ko'rib chiqamiz. Keling, endi siz bilan hovli qismini ko'rib chiqamiz. Hovlimiz ham xuddi shunaqa ayvondan iborat. Bu yerda esa 7 ta xonamiz bor. Oshxona, mehmonxona deysizmi, bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi, hammasi bor. Eng qizig'i tepamizda shu xuddi shunaqa kattagina zalimiz ham bor. Bu yerni ko'rib chiqamiz. O'ziga yarasha zilyon zonasi ham bor. Hovlimiz chiroyligina. Hovlimiz xuddi shunaqa kattagina bo'lyapti. O'ziga yarasha zilyon zonalari ham bor. Hovlimizning sotiqi bo'lyapti 4.3 sotiq. Startli narxi esa 200 ming AQSh dollariga baholanyapti. Yana savdosi bor. Kimga bizning xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.